Assalomu alaykum hammaga. Bugun tovuq go'shtidan strips tayyorlaymiz. Hozir men tovuq go'shtini marinovka qilib qo'yganman. Qatiq, mayonezim yo'q edi, qatiq, ukrop bor, pripravka va tuz solganman bunga. Aralashtirib boya marinovka qilib qo'ydim. Keyin uni unga botirib, bitta suvga botirib, keyin yana bitta unga botirib, keyin shunaqa qovurib olamiz. Kis. Jonon chikkilarimiz tayyor. Shunaqa padacha qilib tortsanglar, uydagilar mazza qilarlar. İçi pishmadi bo'lmaydi, pishadi, 100% ichi pishadi. Mana ichlari pishgan. Qarshilashgan ko'rdinglarmi? Kimga malades? O'zimga malades. Kimga rahmat? O'zimga rahmat. Kelinglar.